Chiroyli joy. Ya hormaydi. Voy, bormisan? Qayerda yuribsan? Xo'jayin to'lgan kuni o'shanga tog'da banket qilib berdi. Voy, bo'yningga nima qildi? Tirnali yotibdi-yu. Yo'q, Banket bo'yningda bo'ldimi deyman-da? yo'q. Voy, mashima. Vaqtim. Voy, xotiningga nima deysan? Bir nima o'ylab toparman. Mana qani. Yana hayvon berib yubordimi xo'jayiningiz? Gapirma, men nima hayvonot bog'ida ishlaydi deb o'ylaydimi? Qatga qo'yasiz endi buni? Tovus soldiga. Kiring. Qani ketdi. Kurmanji hera gule. Kurmanji hera gule. What about? 39-40 euro kerak. Yo'q. Hammasi yaxshi bo'lishi mumkin edi-ku. Hashif, kelinoyning ahvoli og'irlashibdimi? Yo'q. Tuzalibdi. Shonamga taqdir bitgan, yuragimni abyor etgan. Hozir xotinga dalcha desam asabim o'ynaydi. Menga ham yo'q deydi. Mujik bo'llaring. Xotining bilan bitta janjal qilasan, 2 kun bezovta qilmaydi. Qanaqa qilib? Janjal uchun bitta yaxshi bahona topsang bo'ldi. Bahona? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Tushunmadim. Assalomu alaykum do'stsanmi? Nima deysiz? Oy, qorong'u tushdi, xayrli kech bo'ladi, qo'lim. Hop. Xoplayapsanmi sen? Men 4-sinfimda kiygan kostyum-shimim qani? Nima qilasiz uni? Adasi kichkina bo'lib qolgani sizga. Shuni kiyaman men. Top ber, men tariximni yo'qotib yubormoqchimisan? Men aytganim bo'ladi bu uyda. Hop, kirib damingizni oling. Hali ading olib bergan divanda dam oling do'stsanmi? Nima qilibdi? Men undan ko'ra borib ko'chada yotganim yaxshi, tushundingmi? Kansining nima ishlamayapti? Shuni to'g'rilab qo'ymagansiz o'zingiz. Menda, ayta. Menda yo bo'tda yashab bo'lmaydi, bo'tda. Nima Saxaddinich? Amalga oshirish uchun Nima xo'jayining telefoni o'chgan? Nimaga qarab yurmaysan? Obbo, Mo'min aka, men sizga necha marta aytdim. Beeline maxsus oila tarifiga ulaninglar. Fayo, oila tarifi do'stsanmi? Akeling shunga ulaninglar. Oiladan bir kishi to'laydi, qolganlar ishlatib turarkan. Zo'rku, udobni. Nima dovni? Yo, siz plyus tomonlarini eshiting. Tekinga kino ko'rsangiz bo'ladi. Foizsiz pul o'tkazmali. Eng qizig'i smartfon tekinga. Menga reklama qilsam hozir? Dugosh, sizingizda nima gap? Voy, urushga bahona qidirib umuman bahona topolmayaptilar-da. Mani bog'cha paytimdagi garshogim qani? Dugon, shundoq garshuvlarga o'tkazib qo'yish. Dadasi eshitdingizmi? Dadang qamaldimi? Yo'q, ana mo'min bilan Ahmad uyda janjal bo'layotgan ekan. Ay yo'q, nimaga janjal bo'lyapti ekan? Dachaga yetishib, bahona qidirishayotgan ekan. Mabodo siz ham ketmayapsizmi? Qizimisan, mana dacha, mana malika. O, menga qara, xamir qildingmi ish qilib? Nima? Qilmagan bo'lsang, o'zim qilaman demoqchiman-da. Oddiygina suv, un bo'lsa bo'ladi.